Fitr zakati to'g'risida mujtahidlarning fatvolari. Fitr zakatining vojib bo'lishining hikmati. Fiqhul Muyassardan Furqon Da'vat markazi tarjima qildi. Fitr zakatining vojib bo'lishining ba'zi hikmatlari tuvandikicha. Birinchi, ro'za tutgan kishining ro'zador holati so'zlaganlik ehtimoli bo'lgan yomon so'zlardan va behuda ishlardan poklanishi. Ikkinchi, Peyqir və yoxsullarının Eid günüdə tiləmçilik qilishdan qutulish və fitr zakati orqali xushal bo'lishiga sabab bo'lish. Buning bilan Eid günü jamiyatdagi butun kishilar uchun suyunish va xushallik kuni bo'ldi. Bu hol Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan tuvandagi hadisda ifodalandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakatini ro'za tutgan kishilarning so'zlagan yomon so'zlardan va qilgan behuda ishlardan poklanishi, yo'qsullarning yemak-ichmak ehtiyojining hal bo'lishi uchun farz qilgan. Abu Davud 1609, İbn Majah 1827, Hakim 409 sahih degan. Navavi Al-Majmu' nomli asarda hasan degan. Albani Sahih Ibn Majah 1492 da hasan degan. 3. Fitr zakati Allohning bandaga Ramazon ro'zasini va qiyomini, ya'ni tarovih namozini tamomlash ne'matini va bu muborak oyda o'zi uchun qulay bo'lgan solih amallarni qilish ne'matini berganligi uchun bandaning Allohga shukr qilishini ochiq ifodasi hisoblandi. Fitr zakatining vojib bo'lgan miqdori va fitr zakati uchun nimalarning berildiganligi to'g'risida. Fiqhul Muyassardan Furqon Da'vat markazi tarjima qildi. Fitr zakatining vojib bo'lgan miqdori shahar aholisi ko'p iste'mol qiladigan bug'doy, arpa, quruq xurmo, kishmish, guruch, teriq qatorliq dalliq ziroatlarning xohlagan biridan 1 soatdan berish yoki pishloqdan 1 soat berishdir. 1 soat 3 kilogramm atrofida bo'ldi. Chunki sahih hadislardan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mushundaq deganligi isbotlangan. Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fitr zakatini hur bo'lsin, qul bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, musulmonlar bo'lgan har bir jon egasi uchun bir kishining xurmadan yoki arpadan 1 sa, ya'ni 3 kilogramm atrofida berishni farz qildi. Fitr zakatini kishilar Hayit namoziga chiqishdan burun ado qilishga buyurdi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Abu Sa'd Xudri radhiyallohu anhudan mundaq bayon qildi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida fitr zakatini bir jon uchun yemeklikdan yoki xurmadan yoki arpadan yoki uzumdan yoki pishloqdan 1 sa, taxminan 3 kilogramm beratdik. Buxoriy va Muslim rivoyati. Masalan, bir oilada 3 jon bo'lsa, bu oiladagilarning har biriga qandaq bir yemeklikdan 3 kilogramm atrofida berish farz bo'ldi. Bu ailening egisi jami 9 kilogramga yaqin yemeklikni fitr zakati hisobida berdi. Shundaqla yemekliklarning turini aralashtirib 3 kilo guruch, 3 kilo un, 3 kilo sut bersin bo'ladi. 3 kilo atrofida berish farz bo'lgan tovanchak bo'lib, xohlagan kishi har bir jon uchun 5, hatto 10 kilodan yoki undan yuqori berib atsin bo'laverdi. Bu vaqtdagi bayonlar tuvandik mazmunlarda texnik tafsiliy bayon qilindi. Fitr zakatining berish shakli. Fitr zakatini bir to'p jamoatning bir kishiga berishi durust bo'lganidek, bir kishining fitr zakatini bir necha kishiga berishi durustdir. Fitr zakati uchun pul berish durust emas. Fitr zakati faqat shu yurt xalqi yeydigan yemeklikdan beriladi. Yeyiladigan mahsulotlardan boshqasini fitr zakati hisobida berish durust emas. Chunki bundaq qilish Rasulullohning bu vaqtdagi buyruqiga xilof. Shundaqla sahobalarning amaliga xilof. Chunki ular fitr zakati uchun 1 sa yemeklikdan beradi. Hamda fitr zakati muayyan turdagi yemekliklarni berish farz qilingan ibodatdir. Shu sababdan shariatda belgilangan turdan boshqasini bersa, jumladan fitr zakati hisobida pul bersa, bu fitr zakati hisoblanmaydi va qabul bo'lmaydi. Fitr zakatining vojib bo'lish vaqti. Fitr zakati Hayit kechasi kunning o'ltirish bilan vojib bo'ldi. Ya'ni Ramazonning eng oxirgi kuni kun o'ltirgan chog'dagi iftor vaqtidan boshlab vojib bo'ldi. Chunki Ramazon Eid ro'zasidan to'xtash mushu chaqda boshlandi. Fitr zakatining berilishida 2 vaqt bo'lib, uning biri fazilatli hisoblangan vaqt, yana biri durust bo'lgan vaqtdir. Fitr zakatini berishning afzal vaqti va durust vaqti. Fitr zakatini berishdagi fazilatli vaqt Hayit kuni tong suzilishdan e'tiboran boshlanib, Hayit namozi o'qilishdan ozroq vaqt ilgari oxirlashadi. Buning dalili Ibn Umar radhiyallohu anhuning mo'no hadisidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fitr zakatining kishilar Hayit namoziga chiqishdan ilgari berilishini buyurdi. Buxoriy 1503, Muslim 984-hadis. Fitr zakatini berishdagi durust hisoblangan vaqt bo'lsa, Hayit kunidan 1 yoki 2 kun avvaldir.
Chunki sahoba kiramlardan Ibn Umar va ba'zilari mushundaq qilgan. Fitr zakatini ro'za hit namozidan keyin kechiktirish durust emas. Fitr zakatini hit namozidan keyin kechiktirish durust emas. Navoda kechiktirib bersa, bergini odatdagi sadaqa bo'ldi va kechiktirganligi sababli kishi gunohkor bo'ldi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundaq degan: Kim fitr sadaqasini ro'za hit namozidan avval bersa, bergini qabul qilingan zakat hisobida bo'ladi. Kim uni namozdan keyin bersa, bergini faqat sadaqalardan bir sadaqa hisoblandi. Abu Davud 1609, Ibn Majah 1872, Albani 843 da hadis degan, hasan degan. Yuqorqi mazmunlar zamonimizdagi eng mashhur ahli sunnat olimlari birlashib tuzgan Fiqhul Muyassar nomli asardan tarjima qilindi. Fitr sadaqasiga munosabatlik boshqa hukmlar. 1. Fitr zakatining kimga berilganligi to'g'risida ahli ilm ixtiloflashgan. Ko'pchilik olim zakat berilishi durust bo'lgan 8 turli kishiga fitr zakati berishning durust bo'lganligini aytgan. Shafiiy mazhab olimlari fitr zakatining zakat berilishi durust bo'lgan 8 turli kishiga berilishningmi yoki faqir miskinga berilishningmi durust bo'lganligini bayon qilgan. İmam Ahmed, Maliki mazhab olimlari va Shayxul Islom Ibn Taymiya fitr sadaqasining faqatla faqir miskinlarga berilganligini bayon qilgan. Shayxul Islom fitr zakatining pul mol bo'yicha emas, jon soni bo'yicha farz bo'lganligini ta'kidlagan. Zakat ilish durust bo'lganligi kishiga berishning durust emasligini, masalan, kofirlarning dillarini islomga moyil qilish uchun fitr zakatini ularga berishning durust bo'lmaydiganligini, fitr zakatining faqat faqir miskinlarga berilganligini bayon qilgan. To'g'ri ko'z qarash shu. Mecmu'ul Fatawa 25, 73, 78 fatvalar. 2. Fitr zakati faqir miskinlarga beriladi. Dalil. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu vaqtda mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fitr zakatini yemeklikdan miskinlarga berishni farz qildi. Abu Davud 1609, Ibn Majah 1827 da, Imam Albani Sahih Sunan Abu Davud hasan degan. 3. Faqir miskin urug' tuqqani bar kishining fitr zakatini uningga berishi durust. Bu vaqtda tafsiliy ma'lumotga ehtiyojli bo'lsangiz, dunyoga mashhur islom savol-javoblar to'rining 93845 nomerli fatvosiga qarab yiqing. Eskartish: fitr sadaqasini faqir miskin urug' tuqqaniga berishning durustligining sharti. Faqir miskin urug' tuqqani u kishining beqish majburiyatidagi kishi bo'lmasligi kerak. Masalan, faqir cho'ng dadasi yoki cho'ng onasi bor kishining fitr zakatini yoki pul milining zakatini ularga berishi durust emas. Chunki ularni beqish ularning farzandlarining yoki navri-chavarlarining majburiyatidir. Beqish majburiyati bo'lmagan urug' tuqqanga fitr sadaqasi berish durust. 4. Fitr zakatining beqish majburiyati bo'lganligi har qanday urug' tuqqaniga berish durust emas. Imom Malik mundaq degan: fitr zakatini beqishing majburiyat hisoblangan har qanday tuqqaniga bermaysan. Al-Mudawwana 1-jild 344-bat. Imam Shafi'i Al-Um nomli asarda mundaq degan: fitr zakatini onasiga, dadasiga, cho'ng onasiga yoki cho'ng dadasiga berish durust emas. Al-Um 2-jild 87-bat. Imam Ibn Qudama mundaq degan: farz zakat meyli maldan berildigan zakat bo'lsin yoki jon soniga qarab Ramazonning oxirida berildigan fitr zakati bo'lsin, otaga va otasining otasini bo'ylab yo'qirilgan ota hisobidagi har qanday ajdodiga, ya'ni dadasiga, cho'ng dadasining dadasiga, uning dadasiga berilmaydi. Yoki balaga va balasining pushti bo'lgan barliq avlodiga, ya'ni o'g'liga, nevrisiga, avrisiga, chavrisiga va ularning avlodlariga berilmaydi. Al-Mughni 2-jild 509-bat. 5. Allama Ibn Usaymin rahimahullah mundaq degan: fitr zakati musulmon bo'lganligi har qanday kishiga farzdir. Shundaqla ayol kishi eri bo'lgan taqdirdami o'z oldiga fitr zakati berish farz. Eri ayoli va bolalari uchun beribsa, bu farz ado topgan bo'ldi. Bu holda ayoli o'z oldiga berib yurmaydi. Fatava Ibn Usaymin 18-jild 261-bat. 6. Shayx Muhammad Salih Munajjid mundaq degan: fitr zakatini berish oilaning boshchisining mas'uliyatidir. Oilaning boshchisi o'zining va o'zining homilig'idagi xotin bolalarining va holidan xabar olishi majburiyat bo'lgan kishilarning fitr zakatini beradi. Agar u buni berishga iqtisodiy nuqtadan chiqina olgan darajada faqir bo'lsa, Alloh uningdan fitr zakati berish majburiyatini bekor qilib o'tadi. O'zi va oilasi uchun berilmagan zakat fitrini qachon qodir bo'la olsa, shu chaqda beradi. Ayollarga kelsak, agar ayollar fitr zakatini berishga qurbi yetadigan bo'lsa, cho'qim o'zi uchun belgilangan fitr zakatini berish kerak.
Agar qodir bo'lolmasa, bermasligida hech gunoh yo'q. Agar ayol kishi o'zi va farzandlari uchun fitr zakati bersa, buning uchun savobga erishadi. Agar o'zinikini berishga chiqinalsa, u holda o'zi uchun beradi. İslam sual cevaplarının 27.8 numaralı fetvası. 7. Şeyh Muhammed Salih Munajjid yana mundaq degan. Ayol kishining yo'ldosh turmida bo'lib, uyda o'zi va oilasi uchun yetgudak ochliq bo'lgan taqdirda, ayol kishi turmidagi yo'ldoshi bilan telefonda aloqalasha olgan taqdirda, yo'ldoshidan o'zi, bolalari va yo'ldoshining fitr zakatini berish to'g'risida ijozat so'rab, ruxsat ola olsa, oiladagi hammalarning turmidagi yo'ldoshi shuning ichida fitr zakatini beradi. İslam sual cevaplarının 27.8 numaralı fetvası. Eskertish, turmidagi eri bilan aloqa qilolmaydigan ayol kishi o'zi va ilkidagi balog'atga yetmagan farzand uchun fitr zakati bergudak iqtisodga chiqina olgan taqdirda o'zining va farzandlarining fitr zakatini ado qildi. Navoda ayol kishi chiqina olsa, turmidagi yo'ldoshining fitr zakatini bersa, bu uning uchun mustahabdir. Bu ishdan savobga erishadi. Turmidagi yo'ldoshining fitr zakatini bermasa, buningdan so'roqqa tortilmaydi. Chunki ayol kishining hech zamon, hech makonda erini baqish, erining chiqimini ustiga elish majburiyati yo'q. Şoňa türmedeki eri üçün fitr zakatı beriş mecburiyeti bolmaydı. Ama türmedeki eri üçün berse bu mustahab. 8. Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimehullah mundaq degan. Fitr zakatynyň miqdaryny kişi başyga belgilengen 1 sa, yani 3 kilogram atrapadan aşyryp beriş durus. İmam Şafii, İmam Ahmed ve başka köp sandaki ulemalarning nazarda bundaq qilish durus. Bütkül ulemalarning ijma'i boýunça fitr zakatynyň kişi başı miqdary 1 sa, yani 3 kilogram atrapida. Bundan az beriş durus emas. Mecmuul Fetava 25. cilt 70. bet. 9. Fitr zakatı üçün süt, göç, beli qatarlıqlardan beriş durus. Bu vaqtda Şeyhul İslam İbn Qayyim Cevzi rahimehullah mundaq degan. Qaysi bir yurtning yemek içmeki hadis tilga ilingandikidan başqa halal narsalar bolsa, gürüç, qonaq, anjur yoki başqa dalliq ziraatlar bolsa, yoki dalliq ziraat hesaplanmaydigan süt, göç yoki beliq bolsa, bu yemekliklardan fitr sadaqasi berildi. Bu köpçilik alimlarning qarashidir. Bu to'g'ri qarash bo'lib, buning zidida so'z qilish to'g'ri emas. Chunki fitr zakatidagi maqsadlardan biri hayitda faqir miskinlarning hojatini ravo qilishdir. Kishi o'zi ega bo'lgan yemekliklar orqali ularga tasalli berishdir. Shayxul Islom Ibn Qayyim Jawzi rahimahullah I'lamul Muwaqqi'in 3-jild 12. bet. 10. Allama İbn Usaymin rahimahullah mundaq degan. Har qandaq bir shahar xalqi ozuqliq hisobida dalliq ziroat, meva-cheva, go'sht yoki buning barobaridagi yemekliklarni iste'mol qiladigan bo'lsa, bularning qaysi biridan fitr sadaqasi berish to'g'ri hisoblanadi. İslam sual cevapları to'ri 124.965 numaralı fatvaning bir qismi. 11. Fitr zakatini go'sht qatorliqlardan berish deganda, go'sht va sutga o'xshash yemek-ichmakliklardan 2176 gram, yani 2 kilo 176 gram ig'irliqida fitr zakati berildi. Maliki mezhep fiqh asiri Aşiye Ad-Dusuqi 5. cilt 36. bet. İslam sual cevapları to'rining 233593 numaralı fetvası. 12. Allama İbn Usaymin rahimahullah mundaq degan. Ba'zi birodarlar bizga 1 soat go'shtni o'lchagili bo'lmaydi ekan. Chunki soat degan ig'irlik birlik emas deyishdi. Buningga javoban deymizki, bir narsani soat bo'yicha o'lchab berish mumkin bo'lmasa, uni ig'irlik bo'yicha o'lchab beramiz. Sharhul Mumti 6. cilt 182. bet. 13. Allama İbn Baz rahimahullah mundaq degan. Shak shubhasizki guruch Makka Madinada halol va go'zal yemeklikdir. U hadis tilga ilingan arpadan ustundir. Bu sababli fitr sadaqasini guruchdan berishning bo'lmaydigan hech yeri yo'qligi aydınlaşıdı. Allama İbn Baz fatvalar toplami 14. cilt 200. bet. 14. Şeyh Muhammed Salih el-Munajjid mundaq degan. İki aile fitr zakatini bir-biriga berishni deyishib bilib, shu bo'yicha fitr zakati berish to'g'ri emas. Bu ibodat ishida hiyla ishlatish hisoblanadi. Bundaq qilish shaytoniy qilmishdir. İslam sual cevapları to'rining 233.600 numaralı fatvasi. 15. Agar yetim balaning o'ziga tava mol-mulki bo'lsa, yetim balaga fitr zakati berish vojib bo'ladi. Navoda yetim bala boshqalarning homiylik qasida turayotgan bo'lsa, yetim balani o'z ilkida tutquchiga yetim balaning fitr zakatini berish farz bo'lish bo'lmasligi haqida olimlar ixtiloflashgan. İmam Malik, İmam Şafii ve Ebu Hanife yetim balını beqish farz bo'lmagan kishiga u bola uchun fitr zakati berishning farz bo'lmaydiganligini bayon qilgan. İmam Ahmed kimiki Ramazan ila mayli cho'ng kichik ayol bo'lsin, bir kishining holidan xabar olgan bo'lsa, u kishining fitr zakatini uning holidan xabar olg'uchi beradi degan. İmam Ahmed kimiki bir yetim qizga ig'dorchilik qilgan bo'lsa, uning fitr zakatini shu kishi beradi degan.
Ba'zi Hanbali olimlari bundaq kishining yuqorqidek yetim yoki o'z igdorchilik qilg'uvchilarning fitr zakatini berishi farz emas, mustahab deb qaragan va Imom Ahmadning yuqorqi so'zini mustahablikka qaratilgan deb bayon qilgan. Al-Mughni 4-jild 306-bab, Sharhul Kabir 7-jild 97-bab. 16. Allama Ibn Usaymin rahimahullah mundaq degan: Fitr zakati uchun belgilangani yemeklik berish bo'lib, pul berishga bo'lmaydi. Biroq biz yemek ichmakni qabul qiladigan hech kimni topolmasak, bu kishilar pul bo'lsa qabul qiladigan bo'lsa, yemek ichmakni qabul qiladigan kishi topolmaslik sharti bilan fitr zakati yemeklik uchun farz bo'lgan miqdorni pulga sundirib, ularga pulni bersak, bu durust hisoblanadi. Yemeklik qabul qiladigan faqir miskinlar borlar ahvolda fitr zakati hisobida pul berish shariatning ikki asosidan biri bo'lgan sahih sunnatga zid. Bundaq ahvolda pul berish bilan fitr zakati ado topmaydi. İbn Usaymin Nurun Alandar programmasi İslam sual javoblar to'rining 145858 nomerli fatvasi. 17. Allama Ibn Usaymin rahimahullah mundaq degan: Fitr zakati berish cho'ng kichik, qiyriya, sho'r yoki quli hisoblangan har bir musulmonga farz. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan farz bo'lgan. Navoda kishi fitr zakatini hit namozidan burun bera olmay qolgan bo'lsa, hit namozidan keyin bo'lsin berib o'tish kerak bo'ldi. Chunki farz ibodatlarni ma'lum sabablar bilan vaqtida o'rinlay olmay qolgan kishi uchun uni keyin to'liq qilishi farz bo'ldi. Ibn Usaymin fatvolar to'plami 20-jild 271-bab. Furqon davlat markazi riyosatchiligidagi mujtahidlar blogidan elindi.